Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile'ga keyingi sezonda qo'shiladigan 13-oy Royal Pass'i va unga qo'shimcha juda ham ko'p yangiliklar haqida gaplashib o'tamiz. Ulardan bittasi X kostyum Faron qaytishi, yangi chiqadigan orujalar va yangi qo'shiladigan superkar haqida gaplashib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bo'lmasam biz o'zimiz videomizni boshlaymiz. Xo'p, videomiz boshlandi. Videoni boshida 13-oy Royal Pass yangiliklarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana ekranimizda ko'rishingiz mumkin o'sha Royal Pass'imizni, Royal Pass sotib oladigan kartalarning ko'rinishlari hamda o'sha Royal Pass'imizni maxsus avatarkasi. Bu avatarkada biz Royal Pass'imizni 50-yarpidagi maxsus bosh kiyimi va kostyumini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Normal o'sha binafsha rangda sochlari pushti, ko'zlari yonib turadi. Mana kostyumning to'liq ko'rinishi. Mana shu tarzda kostyumni biz 13-oy Royal Pass'da 50-yarpisiga chiqib olishimiz mumkin bo'ladi. Chekkalarida kapelyalar tushiribdi. Menimcha qanaqadir emotsiyasi o'sha kapelyalarga bog'liq bo'lsa kerak. Keyingi videolarimizda to'liqroq batafsil qilib ko'rsatib o'tamiz. Hozircha faqatgina rasmi bor xolos. Normal, menga yoqdi. Sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Undan keyingi Royal Pass'imizning maxsus ramkasi o'sha 963 ga sotib olib, mana shu ramkani bepulga olishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi o'sha Royal Pass'imizning kostyumining nomi Nuktum Terror nomli o'sha Mifitskiy kostyum va bosh kiyimi ham Mifitskiy. Bu degani 13-oy Royal Pass'da ikkita Mifitskiy skin olamiz. Hop, bundan keyingi yangiliklarimiz o'sha Royal Pass'imizning 40-yarpisida Beril, ya'ni M762 quroliga legendarniy skin olishimiz mumkin bo'ladi. Mana Royal Pass'da va nihoyat Beril quroliga ham legendarniy skin qo'shilgan. O'sha 40-yarpiga chiqib legendarniy skinda olishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha ko'rinishi noma'lum, lekin chiqishi haqida ma'lumot bor. Undan keyingisi 1-yarpida mini quroliga skin va obmen bo'limida Thompson chiqishi kutilmoqda. Undan keyingisi M14 Royal Pass yangiliklari. Bu Royal Pass haqida uncha ma'lumotlar ko'p emas. Ozgina ma'lumot bor, shularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'sha Royal Pass kostyumining nomi Royal Aurum nomli 50-yarpida bitta mifik narsa. Undan keyingisi 40-yarpida mutantga qanaqadir skin olamiz. Ko'rinishi noma'lum, lekin o'sha mutantga qanaqadir skin olamiz. Undan keyingilari Airpubmenda Thompson yoki Skarel quroliga qanaqadir skin olishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi yangi emotsiyalar. Bu emotsiyalarni Royal Pass'da yoki boshqa bir joylardan olishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham zo'r emotsiya, ayniqsa YouTuberlarga mos. O'sha videoga like bosing degan joyda mana shu emotsiyani qiladida, like bosing deb qo'yadi. Juda ham videoga mos tushadi. Undan keyingisi ham xuddi shunaqa mana like bosib qo'yiladi deb shu emotsiyani qilsak menimcha arziydi. Qolgan emotsiyalar mana ekranlarida ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi yangiliklarimiz yangi kuchayadigan skinlar, ya'ni kuchaytiriladigan orujalar. Birinchisi Vektor quroliga skin. Ikkinchi levelda mana shunaqa tutun chiqadi. Bu Vektor qurolda o'sha PUBG'da yashikdan chiqadi. Yuz ishlatib o'sha Vektor qurolini yaxshi ko'radiganlar kolleksiya uchun olishlari mumkin bo'ladi. 4-levelga chiqarib mana shunaqa kilchatga ko'tarib olishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingi kuchaytiriladigan skinimiz M416. Hamma yoqtiradigan qurol. M416 ga ham va nihoyat 8-levelgacha chiqadigan yangi skin. Hozircha tutuni unchalik kuchaymagan, grafikasi uncha zo'r emas, shuning uchun tutuni to'liq ko'ra olmaymiz. Mana shunaqa oltin rangda juda ham chiroyli tutun chiqadi. Kilchat esa undan ham zo'r, mana ko'rishingiz mumkin. Faron kostyumiga juda ham mos tushadi, chekkalari oltin rangda qanaqadir burgut chiqib turadi. Kilchatning o'zi ham anchagina zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. 416 ga chiqqan kilchatli orujalar ichida menimcha eng zo'rlardan bittasi mana shu bo'lsa kerak. 8-levelgacha ham ko'tariladi. 8-levelda o'sha maxsus effekt ham bor. Odamni o'ldirsiz o'sha glorious momentda odamni qanaqadir usulda o'ldiradi. Keyingisi mini 14 qurolga mana shunaqa skin olamiz. Tutunni qaranglar, tutun juda ham uzun tutun. Menga tutun yoqdi, agar o'yinda ham shunaqa uzun tutun bo'lsa, juda ham zo'r. Keyingisi mana kilchati juda ham oddiy, wow deydigan holati yo'q, o'sha prosta tak rang qo'shib qo'ygan xolos. Kilchat musor. Hop, undan keyingi orujamiz Skarel. Skarelga ham juda ham zo'r skin qo'shiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, tutuni juda ham zo'r, mana qanaqadir kristal chiqadi yashil. Keyingisi kilchati, mana kilchati ham vashshi zo'r. Bu o'sha Sylvanus X kostyumiga juda ham mos tushadi. O'sha yashil rangda, o'sha daraxtlarga mos ravishda yangi Skarel quroli chiqargan, bu ham 8-levelgacha chiqadi. Xo'p, undan keyingi yangiliklarimiz yangi superkar. Yangi emas, eski bo'lsa ham Koenigsegg nomli firma bilan yana bir bor hamkorlik qilishadi va Koenigsegg One nomli yangi skinlar o'yinga qo'shilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin nomlarini. O'sha Guild, qanaqadir Phoenix, shunaqa 3 xil Mifitskiy yangi superkarlar qo'shiladi. Mana ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Donatorlar qiziqadigan bo'lsa, mana shunaqa ikkitali o'sha oranjeviy mashinamizga mana shunaqa 3 xil yangi superkar qo'shilar ekan. O'sha ruletkani aylantirib, o'sha skinlarni olishlari mumkin bo'ladi. Hozircha mana shu uchalasini chiqishi ma'lum xolos.
yangiliklar chiqib qolsa, albatta keyingi videolarimizda ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingi yangiligimiz yangi Ultimate skinlar. Bu narsa ko'pchilikni xursand qilmaydi, chunki undan keyingi sezonda qo'shiladigan Ultimate skinlar deyarli hozirgilar bilan bir xil. Mana ekranlaringda ko'rishlaring mumkin, o'sha hozirgi olovli Ultimate bilan deyarli mavzusi bir xil, chunki bunda ham olov, qizil. Keyingisi esa undan ham battar o'xshaydi. Bu ham sap-sariq oltin va qanaqadir nurlar chiqib turadi. Bilmadim, razraботchilar tomi ketib qolyaptimi yo jinni bo'lyaptimi? Bir xil mavzudagi, bir xil ko'rinishdagi skillarni o'yinga qo'shib tashyapti. Nima ham deymiz? Mana bular o'sha Ultimate kostyumlar ramkalari, bu ham ancha oddiy. Keyingisi Ultimate kostyum nomi Bramble Overload nomli Ultimate kostyum ekan. Va o'sha Ultimate kostyumda o'zi. Keyingisi keyingi sezonda qo'shiladigan yashik pripas skillari. Hozirgi yashik pripas 36 kundan keyin tugadi. Undan keyin o'sha o'yinga yangi pripas qo'shiladi. O'shalarni hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Mana ekranimizda ko'rishimiz mumkin, mana shu baliqli kostyumini keyingi pripas keyslardan ochishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham uncha zo'r emas, normalniy. Ryukzaki zo'r, chunki ryukzak o'sha voyenniy tematikaga mos, UMP ham anchagina chiroyli. Qolgan narsalar esa oddiy default skinlar. Xo'p, bo'lmasam endi ko'pchilikni qiziqtirgan narsa Pharaon X kostyumi qaytadimi yo'qmi? Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik biladi, hozirgi Pharaon X kostyumida 6-levelgacha chiqadi. O'zi hamma X kostyumida maksimum уровени 6-level. Keyingi obnovlenda Pharaon X kostyumini qaytarib uni 7-urovgacha ko'tarishmoqchi. Mana ekranlarda ko'rishingiz mumkin, o'sha Golden Pharaon 7-level deb nomlangan Ultimate skin qo'shilishi mumkin. O'sha beta versiyada mana shunaqa ma'lumot topilgan. 7-leveldagi Pharaon X kostyumi o'sha ma'lumotlari bor. Bu degani hozirgi Pharaonni qaytarib, uni 7-levelni ham qo'shib qo'yishadi. O'sha 7-level qilganimizda Ultimate turga aylanib qoladi. Hozir o'sha hamma X kostyumlar Mythicki, endi X kostyumlarga ham o'sha 7-levelni qo'shib Ultimate turiga qo'shib qo'yishmoqchi. Menimcha bu juda ham zo'r. Pharaon yo'qlar Pharaonni tushirib oladi. Pharaonni fulllar esa o'sha 7-levelga ko'tarib olishadi. Menimcha juda ham zo'r yangilik. Bu hozircha tasdiqlanmagan, 100% aniq deb ayta olmayman. Ma'lumotlarga qarab mana shu narsani aytib o'tyapman. Menimcha bu juda ham zo'r. Pharaon yo'qlar o'sha Pharaonni oladi, chunki ko'pchilik yo'qadigan skin bu mana qo'shish mumkin. Golden Pharaon. Baribir Mythicki. O'sha qaytish ehtimoli juda ham katta. Xo'p, undan keyingi yangiliklarimiz o'sha keyingi Q1 obnovlendagi yangi rejim qo'shiladi. O'sha rejim adashmasam o'sha Pharaon tematikasiga mos ravishda bo'ladi. O'sha 12-mi, 14-mi sezonda Pharaon rejimi bo'lgan. O'shanga o'xshatib qaytarib Misr ehromlarini qo'shsa kerak. Mana orqada ko'rishlaring mumkin, o'sha haykal yuguribmayapti. Sekin yurib o'sha Misr ehromini yerga tushiryapti. Mana shu tarzda yangi rejim qo'shilishi mumkin. Bu esa o'sha orqa fonda ko'rinishi. U normalniy. Menimcha o'sha Pharaon rejimi qaytsa juda ham zo'r bo'ladi, chunki o'sha paytda mazza qilib ko'pchilik o'ynagan. Mana o'sha orqa fonda nomi mana shunaqa Monument Tower tema. Keyingisi o'sha Pharaon qaytishiga yana bir darak. Bu akkauntimizga kirayotganimizdagi zagruzka bo'limining ko'rinishi. Mana shu yerda ham mana o'sha odamlar Pharaonga qarab o'q otyapti. Mana shu yerda ham o'sha Pharaon X kostyumini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nima ham deymiz, kutamiz o'sha Q1 obnovlendalar haqida yanada to'liqroq ma'lumotlar chiqib qolsa, albatta video qilamiz. Hozircha 100% aniq deb aytolmaymiz, lekin bir 80% bilan Pharaon X kostyumi o'yinga qaytadi. Xullas, bizda hozircha shular. Shu bilan biz videomiz tugadi. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorning kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda bo'linglar.